2 yildan beri lecheniya olaman dedingiz. 2 yilda bir lecheniya olaman. Shu bahor deyib, beklash qo'zigan olaman. Bitta yurib ko'rsatilgan, kuchayadimi oxir? Og'riq hozir o'zi meni boshlab bo'lgan. Oyoqdan belgacha ketyapti. Hozir og'riq. Bu tomonga ham yuring. Chap oyoq уже ishlamayapti-da. O'ng oyoq. Nima bu o'li bo'ldi, sezish nimasi? Уже sezmayapti hozir. Mana unga ko'tdi, o'ng oyoq hozir. O'ng oyoq beryapti, beryapti. Chap уже umuman sezmayapti. O'ng ham og'rishni boshladi. O'ng oyoq o'rishni boshladi. Bunda ham o'riq bor. Bo'ldi, xudo xolasa bunga operatsiya qilamiz, ertaga natijasini ko'rasiz inshaalloh. Alloh shifo bersin. Hurmatli Bag'dod ahli, Bag'dod madahi, bugun mana Moderna klinikasida bemorimizni L4, L5 sohasidagi grijasi operatsiya qilindi. Operatsiya biportal endoskopik usulda, ya'ni ko'rib turganingizdek bu yerda bir barmoq tirnoqdan kichkina bo'lgan teshim orqali endoskop va bir tirnoqchalik bo'lgan kesim orqali grija olinadigan, ishlaydigan port qilib turib, ikkita portdan qilindi. Operatsiyamiz juda ham yaxshi tugadi. Grijani olib tashladik, hammasi nervlar bo'shatildi. Biz jamoamiz, ya'ni O'zbekistonda bu metodikani birinchi bo'lib qo'llagan endoskopistlar hisoblanamiz, biportalniy endoskopiya usulini va hozirgi kunda Farg'ona viloyati Bag'dod tuman ko'p tarmoqli Moderna klinikasida ham bu usulni qo'llab boshladik. Assalomu alaykum. Bahromjon aka, o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Rahmat. Kecha mana biportalniy endoskopiyskiy grijani udalение qilib Bahromjon akamni operatsiya qilishdi. Toshkentdan kelgan doktorlarimiz mana уже bugun oyoqda o'zlari erkin yurishlari mumkin. Og'riqlar bormi? Yo'q, og'riqlar yo'q. Yaxshi hozir. Juda yaxshi. O'zingiz yaxshi erkin his qilyapsiz-a? Yaxshi hozir. Bellarda oyoqlaringizda og'riq yo'q. Yo'q, hozir yo'q. Juda ham yaxshi. Qanday taassurotdasiz endi? Yaxshi. Yaxshi-da. O'zingiz erkin his qilyapti, yaxshi. Kecha rahmat mana doktorlarga. Kecha hassa deganman. Endi sizga hassa kerak edi, tasavvur xudo xolasa. Ha, juda ham yaxshi. Kerak bo'lmasdi. Juda ham yaxshi. Mana shunday operatsiyalarimiz Bag'dod tumani Moderna ko'p tarmoqli klinikasi amalga oshirmoqda. Maxsus Toshkentdan kelgan doktorlarimiz, xirurglarimiz yordamida tashrif buyurib, xizmatlardan foydalanishlari mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.